Yo, what's up, nigga? Bo'ldi obunachilar. Bugun sizlar bilan birga To'shaman Pagan va bugun men sizlarga Minecraft 1.22 versiyasini obzor qilib o'taman. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoga qaytsak. Bo'ldi, sizlarga hozir birinchi ko'rsatadigan narsam bu Creaking kalla. Mana ko'ra olishinglar mumkin. Duh vagon. Tiranchi. Bo'ldi, sizlar bu nigerni hech qachon o'ldira olmaysizlar, chunki uni daraxtda o'z yuragi bo'ladi. U daraxtdagi yurakni topish ham o'zi juda ham qiyin. Agar bola sizlar daraxtdan uni yuragini topib sindirsanglar, u bitta udarga qolmasa o'ladi. Bola Creaking kallani bitta zo'r tarafi bor. Agar sizlar unga qarab tursanglar, u sizlarga qarab yaqinlashmaydi. Da bolalar, to'g'ri eshitdinglar, u yaqinlashmaydi. Yo, bo'ldi. Nimaga shunaqa zo'r videoni ko'rib videoga like bosmaysizlar? Ko'rib turib like bosmaslikni ma'ni bilasizlarmi? Bo'ldi, всё. Bugundan boshlab videoimni ko'rib like bosmagan yuziga o'rgimchoqdan tur otib ketsin. Bo'ldi, Minecraft yangilanish versiyasida yangi turli tuman bloklar qo'shilgan. Oddiy taxta, oyoq bilan bosqich, reshotka, eshik, eshikning bolachasi, 05 taxta. Bilmayman buni nimaligini. Zina, yozuv taxtasi va o'lay kim yozgan bo'lsa ham. Osilib turadigan yozuvli taxta va yerga to'kiladigan barg va eng oxirgisi eng chiroyli gullar va bolalar. Minecraftga yangi qo'shilgan, hamma kutgan xaltacha modi qo'shildi. O'zi hech kim kutmagandi-yu. To'g'ri-da bolalar. Hali hech kim yangi versiyani chiqqanini bilmasa, xaltacha borligini qayerdan biladi? Sizning narsalaringizni so'rgan yetarlicha joyi yo'q. Kamol terisi bilan o'rgimchak turini birlashtirsangiz, xaltacha tayyor bo'ladi. Bla 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 bla. Bo'ldi bolalar, xaltacha yasashni o'rgatmayman. Karoshdek cho'zmasdan tushuntiraman. Biz versakka mol terisi bilan o'rgimchak turini birlashtirsak, bizga xaltacha beradi. Agar bolalar sizlar versakka xaltachani birorta rangga bo'yasanglar, xaltacha o'sha rangga o'tadi. Lekin bolalar menga shu buq ranglisi ham yoqdi. Xullas bolalar, shurucha ko'rgan bo'lsanglar sizlarga abzatli rahmat. Video qisqa qoldi, lekin menga Hammaga xayr nigerlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgandek bolalar, bizda hozir aksiya ketyapti. 20% chegirma bilan 100 ta like ga bitta video chiqadi bolalar. Qani bolalar, kutmasdan like'larni bosib tashlaymiz. Go. Bye bye.